Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qurban izgi amal. Alloh taolaga yoqinay turgan amal. Ham bugun men sizga qurbanning 5 foydasi turida aytib ketirmem. Birinchidan, qurban ol kishining gunohlarini kimita, keshira, gunohlardan arindira. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ayta, qurbanlaringizning tanida bo'lgan bir tuk shash sayin sizning gunohlarin kechirir. Hatto qurbonning birinchi qon tomchisi yerga yetgancha hatli sizning gunohlaringiz, ko'p gunohlaringiz, xatolaringiz kechirilir, g'afur etilir. Ikkinchi foyda, ol dayında qurban xo'jasining izgi amallarına shahid bo'lar. Ya'ni qiyomat kuni qurban o'zi kelir ham aytir, bu banda meni shin ixlos ko'ngildan Alloh taolaning rizolig'ini umid etib sholdi, ixlos ko'ngildan shu izgi amalni o'tadi deb shafaat qilar, onlarga shunday zo'r daraja berilar. Uchinchisi, sirat ko'pirin qurbonlar yengillik bilan o'zirga yordam etirlar. To'rtinchisi, qurban o'talgash Alloh taolo oldinda ixloslig'in orttirir. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam hadislarning birisida ayta, Alloh taolo oldinda shin ixlos ko'ngildan o'talgan amal ibodat. Ol Alloh taolo oldinda ixlos ko'ngilin poklandirir, ixloslig'in orttirir deb keladi. Ham beshinchi foydasi, ol dayında shin ixlos ko'ngildan o'talgan qurbanimiz ol Alloh taolaga yoqinaytir. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam qudsiy hadislarning birisida ayta, agarda banda menga toba bir adım yasasa, men aning qarshina borarman. Agarda borsa, ya'ni izgiliklarin ko'paytsa, men qarshina shobirman deb keladi. Hurmatli jamoat, oshqinlik qurbonlarimizni sholib, o'sha itlarin xayr sadaqa bo'lib taratib, izgiliklarimizni orttirib, gunohlardan aranib, Alloh taolaning rahmatida bularga ikki dunyo shodlig'ina, siyinishina ega bularga. Oshqinlik, tirishik, baxtli bo'ling'iz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.